Ramizan Yazmiliri. Birinci bab Ramizanga kirivatimiz. 5. bölüm Keldi Yene Gül Mewsum. Aşık tupraqqa dedi ki, acayip iş. Gül puraysına, senin asli yedin bu emas. Sen bu puraqqa qandaq eriştin? Tupraq dedi ki, men bir gülning tupraqi. O xushpuraq mendin emas, gülden keldi. Gül tupraqi bo'lganligim uchun uning xushpuraqi manga singdi. Shunga gül purayman. Yaqinqi bir asrdan ko'proq zimistonni beshidan o'tkazgan bu gülistonni Kenafistan, ya'ni hojatxona holiga keltirib, sesitqanlarga qaramasdan yana Ramizan kelyotidi. Kishini o'ziga mahliyo qiladigan, ko'ngillarga huzur bag'ishlaydigan gul purqi bilan kelyotidi. Qurib, qag'jirab ketgan yuraklarimizga rahmat, barakat, ehson, muhabbat va hidoyat elib kelyotidi. Esingizdami? Bu Gülistonni Kenafistonga aylantirganlar gülga va gülni asıltadigan har qandaq narsaga qarshi eng oxirgi shiddatli hujumini bir Ramizan oyida boshlagan edi. Ba'zilarning uyiga eshikni chiqib, besib kirishgan. Miltiq va kameralarni ularga batlagan edi. Bu qadimiy Gülistonni ichidan nafrat urg'ib turgan gandi ko'lchigiga aylantirib etmoqchi bo'lgan edi. Qora bosgan yuraklari, qora aqli, qop-qora vijdonlari va qop-qora yuzlari bilan tushlarimizni va xiyollarimizni zulmatga aylantirish uchun safarvar bo'lib, 1000 yil suradigan urush e'lon qilishgan edi. Bu güzel Gülistanimizni Andalusqa aylantirib etadiganligini jar selishgan edi. Ularning bir Ramizanda kelishlari xuddi Ramizanni nishonga olgandekli edi. U shum urush mang Ramizanga va Ramizanning egisiga qarshi elib berilgan urushdek bilingan edi. Ramizan elib kelgan ruhni kirstqa mixlash uchun ba'zilar jon jahli bilan hapilshyotdi. Barmoqlarini ko'zimizga challab, bir gestapochi boshlig'idek, "Hey, senmi?" deganlarda ichimizdagi Ramizanga sig'inatdik. Barliq o'chmanliklarni go'yo bizga emas, balki ichimizdagi Ramizanga qaratgan edi. U qor kunlarda ular uchun Ramizan edik. Hozirmi ham shundoq. Jonimizdek so'ygan, asirgan ichimizdagi Ramizanni bersak, boshqa hech qanday narsa talab qilishmaydi deb o'ylagan edik. Hatto ba'zilarimiz yalmavizning oldiga bolasini tashlab bersa, o'zi qutulib qoldiganligini o'ylagan aqlsiz otalardek ichidagi Ramizanni u alvastlarning oldiga tashlab berishgan edi. Aslida ularning ko'zi faqat ichimizdagi Ramizanga emas ekan. Ular aslida parda orqasida bo'langchilik, talon-taroj qilishga o'xshash boshqa ishlarni qiladi ekan. Qo'rqqan edim. Bu la'natlar yuzidan ushbu mazlum tuproqlarimizga yana Ramizan kelmasmi deb. Ammo u ranjib qolmadi. Yana keldi. Bo'yni pukuk, ko'ngli yerim, ko'zlarida yosh aggan bo'lsa-mu, yanala keldi. Har kelganida oziq-tulikimiz safarda yo'ldosh, ig'ir kunda qarindosh, qiyinchilikda do'stimizga o'xshash, o'zi bilan birga umid elib keldi. Qachilikdagi nondek bo'lishdik uni. İçimizdeki Ramizanni onun bilan baxtık. İkkisi uchrashqinida da samalliq baqqa, zimiston, Gülistanға aylanatdi. Balkim
sizmi beshingizdan o'tkazgansiz bu kunlarni? Har Ramazandan keyin mushuning bilan yana 11 oy mangalaymiz deyishatdiq va mangatdiq. O vaqtlarda faqat bizning ro'zini tutmayotganligimizni, ro'ziningmi bizni tutayotganligini mahkam, beshi tik, quvvat bilan va sharafli holda tutayotganligini his qilatdiq. Ana shu vaqtda Ramazanning o'ruqlab olish yoki samirib olish mashrab emasligini bilgan edik. Hatto Ramazanni ashundaq tonishtirganlarning bizga qanchalik yomonlik qilganligini bilib yetgan edik. Ramazanning ichirqab ketgan ruhlarni to'ydirib, to'ygan va to'ygan siri azg'unlikqa mubtalo bo'lgan ichimizdagi hayvonni och qo'yib tarbiya qilish degan ma'niga keladiganligini shu vaqtda bilgan edik. Ruhning aksiga qarab buzilgan insoniy muvozanatimizni darhol tangshib olatdiq. Bu ko'rinish bizning Ramazanga emas, aksicha Ramazanning bizga ikrom qilganligining namoyandasi edi. Ramazan albatta mo'l ne'mat baxsh etadi. Chunki u bir samaviy dasturxon bo'lgan vahining insonlarning zulmat bosgan ufqini yo'ritgan ashu oyni tamsil qiladi. U Qur'on vahining tug'ilgan ey bo'lganligi uchun qutlanadi. Buning ma'nosi nihoyatda ochiq. Ramazan jimi barkati, muqaddasligi, hikmatini vahidan oladi. Undaqda vahisiz bir Ramazanni tasavvur qilish mumkin emas. Ramazanning sababi bo'lgan vahidan yuz o'rgan holda qandaqmi bir Ramazanni ahyo qilish mumkin? Ramazanning hikmati bo'lgan Qur'on bilan tanishmay turib, Ramazanning fayzini qandaqmi surgili bo'lsin? Ramazanning asli maqsadi bo'lgan ilohiy xush xabar bilan bir gavda bo'lish tirishchanligimiz, uning siymosi bo'lgan Ramazanni tushunib yetishimizni texmo osonlashtiradi. Undaqda qani hammamiz birlikda bir safarbarlik e'lon qilaylik. Uningga jon jahli bilan qarshi turayotgan ro'yi qari kishilarga qarshi Qur'on bilan ich qo'yin tosh qo'yin bo'lib, Ramazanni Qur'on bilan texmo samimiy munosabat o'rnatish uchun bir fursat deb bilaylik. Shuni aniq ko'rsizki, Qur'onga qancha yaqinlashsangiz, u sizga texmo ko'p pichildaydi. Umma sizga yaqinlashadi. Xuddi urug' bilan tuproq, barmoq bilan tirnoqqa o'xshash. Ikki oyat bir-biriga zich kirishib ketadi. Ikkisini bir-biridan judo qilmoqchi bo'lganlar mana bu vaqtda parishon bo'ladi. Ramazan bilan tanishib, uning vaslisi bo'lgan vahiy bilan tanishmasak bo'lamdi? Bo'lmaydi albatta. Her narsaning bir sababi bo'lgandek, vahiyning bir sababi bor. Aniq qilib aytganda, Qur'onning vaslisi bilan tanishmay turib, Qur'on bilan tanishish mumkin emas. Qur'onning vaslisini bildigansiz, u mehr shafqatning yana bir ismi bo'lgan Muhammad alayhissalom. Bu Ramazan Rasulullohmo ko'ngil sarayingizga mehmon bo'lishi, uning bilan tanishib chiqishingiz kerak. Shundaq, bilaman, atrofingizda mana bu Rasululloh deb tanishtirilayotgan birdan ko'proq obrazga qarab, qaysi Rasululloh bilan deb so'rashingiz mumkin. Ya'ni farishtalashtirilgan Rasululloh tasavvurimi yoki pochtikash va yoki xabarchi saviyasiga tushirilib qo'yilgan Rasululloh tasavvurimi va yoki Qur'on tanishtirgan Rasululloh bilanmi?
Cavabı aniq. Albatta, bizga Qur'on tunishtirgan Rasululloh bilan tunishib chiqish kerak.